Demak, xudo xolasa ovozimiz bor. Bugungi master klassimizni boshlasak ham bo'ladi. Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, ovoz haqidagi xabarlarni shu pastdagi postdagi yozib turasizlar. Qarab turaman, ovoz eshitilmay qoladigan bo'lsa xabar berib qo'yinglar. O'zim gaplashib o'tirmay. Hop, juda ko'pchilik bu yerda bilaman, imtihondan chiqqan, yozma imtihonlardan, dinlama, o'qima imtihonlardan chiqib, endi qo'nishma imtihonlariga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar bor, juda ko'pchiligi va dekabr oyidagi imtihonlarga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar bor oramizda bilaman. Shu uchun bugun xudo xolasa sizlarga faqat o'sha imtihonda qo'nishma bo'limida nimalar bo'ladi, qo'nishma o'zi nima, qayerda bo'ladi, kim bilan bo'ladi, qanaqa bo'ladi, savollar qaysi turda tushadi, ularga javob berish qanaqa bo'ladi, shular haqida bugun sizlar bilan batafsil gaplashamiz, master klass qilamiz. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hop, o'rtoqlar, qaranglar. O'zi birinchi bo'lib qo'nishma imtihoni. Sizlarga monitor ham ko'rinyapti-ku, to'g'rimi? Qo'nishma imtihoni qayerda bo'ladi? Qo'nishma imtihoni qayerda bo'ladi? Qo'nishma imtihoni o'rtoqlar, har kimni o'sha o'zini turgan viloyatidagi o'sha bilim baholash agentligini belgilagan joyda bo'ladi. Bu sizga Maygoda xabarda berilgan bo'ladi. Qayerda bo'lishi qo'nishma imtihonni va siz qo'nishma imtihoniga iloji boricha o'sha belgilangan vaqtida borish kerak. Qo'nishma imtihoniga belgilangan vaqtda borish kerak. Buni nimaga alohida berib ketyapman? Oramizda shunday holatlar bo'ladiki, kimdir misol uchun kasal bo'lib qoldim yoki esimdan chiqib ketib qoldi. Orada chunki 10 kun farq bor edi. Ikkala imtihon orasida 10 kun farq bor edi. O'shaning uchun esimdan chiqib qoldi deydiganlar ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam boshqa viloyatga ketib qoldim. To'y bor edi, u bor edi, bu bor edi yoki o'sha kuni ishim bor edi. Undan oldin borsam bo'ladimi yoki undan keyin borsam bo'ladimi degan savollar ham tug'iladi. Bularga ham bittada javob berib ketamiz. Iloji boricha belgilangan vaqtni o'zida borishga harakat qilish kerak. Agarda mabodo ishingiz chiqadigan bo'lsa yoki boshqa viloyatga borib qoladigan bo'lsangiz yokida kasal bo'lib qolgan bo'lsangiz ham bilim baholash agentlikdagilarga buni xabarni berib qo'yish kerak bo'ladi. Shuni oldindan ularga ogohlantirish berib qo'yish kerak bo'ladi. Misol uchun, deylik sizning imtihoningiz 3 kundan keyin qo'nishma imtihoningiz bor va 3 kundan keyin siz Toshkentda bo'lishingiz mumkin yoki Toshkentdan Qoraqalpoqda bo'lishingiz mumkin. O'shani oldindan aytib qo'yishingiz kerak. Misol uchun, men imtihon paytimda Qoraqalpoqda bo'lib qolishimga to'g'ri kelib qolyapti. O'sha imtihonni Qoraqalpoqda topshirsam bo'ladimi? Shunday qilib ruxsatini olib, keyin bemalol imtihonga borishinglar mumkin. Bu juda ham muhim narsalar. Juda ko'pchilik hali bu narsalarni oddiy deb o'ylab yuribdi. Chunki misol uchun siz belgilangan vaqtida imtihonga bormasangiz ham sizni kiritmaslikka haqqi bor. Chunki u sizga imtihonning vaqti, sanasi, hattoki soatlarigacha belgilab berilgan. O'sha soatda siz qo'nishma imtihoniga kirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, berilgan vaqtda imtihonga borish kerak. Keyingisi, imtihon qanday tartibda bo'ladi? Imtihonda misol uchun ko'pchilik o'ylaydi, test imtihonlarini bilamiz, ko'pchilik 100% bo'ladi. Bu milliy sifrda, milliyda 100% bo'lmaydi. 100% emas, kompyuterda bo'ladi. Milliy kompyuterda bo'ladi, o'rtoqlar. Kompyuterning oldiga o'tirasiz va u yerda sizga ma'lum savollar beriladi. O'sha savollarga shunchaki javob berasiz, qarshingizda hech kimni ko'rmaysiz. Hech kim bilan gaplashmaysiz, shunchaki savollar chiqib keladi, o'sha savollarga javob berasiz. Hop, TSda bilamiz ko'pchilik kirib ko'rganlar bo'lsa yoki eshitganlar bo'lsa, haqiqatda o'sha kompyuterda ham Zoom orqali emas, haqiqiy insonlar bilan suhbat qilinadi. Bunda unaqa emas. Bunda o'sha kompyuterning oldiga o'tirasiz, quloqchin beriladi, quloqchinda keyin sizga o'sha savol ham eshittiriladi, ham savolni tekst ko'rinishida ko'rsatiladi va siz javob berish uchun vaqt ham beriladi. Hech kim qarab o'tirmaydi, vaqt o'zidan o'zi boshlab ketadi.
Ya'ni o'zidan o'zi deganim nima degani, o'sha belgilangan vaqti bor. Kimdir kelib sizga vaqting boshlandi deb vaqtni belgilab bermaydi. U avtomatik boshlanadi, avtomatik tugaydi. Kimdir yoningizda turmaydi ham, vaqtingni boshlatdim yoki vaqtingni tugatyapman demaydi ham. Tizimni o'zi avtomatik ravishda vaqtni boshlatadi va avtomatik ravishda vaqtni tugatadi. Shuning uchun bularga ham diqqatli bo'lish kerak va eng ko'pchilik imtihonga kirgandan keyin o'sha shoshib qoladigani, nima bo'lganini bilmasdan chiqqani, o'sha mana shu narsalardan xabardor bo'lmasdan turib imtihonga kirganligini sababli bo'ladi. Ko'pchilik hali bunaqa imtihonni turini ko'rmagan yoki kimdir TSga kirib ko'rgan. Shuning uchun bu imtihonga kirganda o'sha birdan vaqtlar o'z-o'zidan o'tishni boshlaydi, savollar o'zgarishni boshlaydi. Hayajon bilan, bu hammada bo'ladi hayajon bilan o'tkazib o'sha nima bo'lganini bilmasdan qolish mumkin. Shuning uchun diqqatli bo'lish kerak o'rtoqlar. Demak, savollarga bir javoblarni olamiz. Demak, konuşma qayerda bo'lar ekan? Konuşma har kimning o'zining viloyatida bo'ladi. Bilim baholash agentligi belgilab bergan joyda bo'ladi. Hop, konuşmaga iloji boricha belgilangan vaqtida borish kerak. Buni ham bilib oldik. Konuşmaga iloji boricha belgilangan vaqtda boramiz va konuşma qay tartibda bo'ladi? Konuşma na onlayn bo'ladi, na offlayn bo'ladi. Na yuzma-yuz bo'ladi, na kompyuter orqali bo'ladi. Buni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Kompyuterda, demak, test imtihoniga umuman o'xshamaydigan tarzda bo'lar ekan. Xo'p, endi sizlar bilan xudo xolasa ovoz yaxshimi, yo'qmi yana bitta tekshirib olamiz. Ovoz yaxshimi, yo'qmi? Bitta ko'rib olaylikchi. Ovoz yaxshimi? Yozib olinglar, bilib olaylik. Ovoz qanaqaligini. Ovoz qanaqa? Hammada yaxshi eshitilyaptimi ovoz? Sizlar bilasizlar. Yaxshi. Bo'ldi, ovoz yaxshi ekan, bo'ldi, tushunarli. Xo'sh. Demak, savollarga javob olib bo'ldik. Endi konuşma imtihonida nimalar bo'ladi, shular haqida bir o'rganib olsak bo'lar ekan. Qaranglar, bu yerda mana bo'lim qilib tushuntirilgan. O'zi imtihonda 3 bo'limga ajratiladi imtihon. Imtihon o'zi 3 bo'limdan iborat bo'ladi. Birinchi bo'lim aslida juda oson bo'ladi. A2 darajasida bo'ladi. A2, B1 darajalarida bo'ladi birinchi bo'limdagi savollar. Hop, ikkinchi bo'lim bu B1, B2 darajasida bo'ladi. Uchinchi bo'lim bu B2, C1 darajalarida bo'ladi. Biz birinchi bo'limni ko'ramiz. Hop, imtihonga kirdingiz. Oldin muhitni ham bitta tushuntirib o'tay. Imtihonga kirdingiz. Nazoratdan o'tdingiz, navbatingiz keldi imtihonga kiradigan. Kompyuterni oldiga o'tirdingiz, nazoratchisiz kelib imtihon bo'ladigan kompyuterni qarshisiga joylashtiradi va sizdan o'sha pasportingiz ma'lumotlarini olib kompyuterga kiritadi. Keyin sizni o'sha kompyuter Face ID orqali kompyuter tizim tanib olganidan keyingina imtihonga kirishingizga ruxsat beradi. Imtihon tizim oldin sizni tanib olish kerak bo'ladi, keyin bitta bilet beriladi va sizda imtihon o'z-o'zidan boshlab ketadi va birinchi bo'lim sizning qarshingizda birinchi bo'lim chiqib keladi. Demak, birinchi bo'lim nima ekan? Birinchi bo'limni o'zi bu qismni o'zi ham 2 ga ajralar ekan. Bu qism 2 ga ajraladi. Demak, buni birinchisi shunchaki 3 ta oddiy o'zingiz bilan bog'liq bo'lgan savollar so'raladi. O'zingiz bilan bog'liq bo'lgan savollar so'raladi. Qisqa qilib aytganda, misol uchun A2 darajadagi juda oddiy savollar. Hangi filmi seviyorsunuz? Juda oddiy savol. Bunga endi siz ko'rib turganingizdek, bu yerda 3 savol birdaniga berilmaydi. Har bir savol monitorda, kompyuterda alohida ko'rinadi. Misol uchun bitta mana shu hangi filmni seviyorsunuz degan savolni o'zi alohida chiqib keladi va bunga o'ylashingiz uchun vaqt deb aytiladi-yu, lekin o'zi aslida o'ylash uchun emas, tayyorgarlik ko'rish uchun berilgan vaqt bo'ladi. Ya'ni bu 5 sekund.
5 sekund hech narsani o'ylashni ham imkoni bo'lmaydi o'zi aslida. Bunga javob berish uchun esa sizda 30 sekund, ya'ni 30 soniya vaqtingiz bor. 5 sekundda o'sha savolni tushunib olasiz va birdan 30 sekund shu savolga javob berishingiz kerak. Bu o'zi aslida bu bo'lim juda ham oddiy, juda ham sodda. Misol, hangi filmni seviyorsangiz, uni o haqida konuşuyorsunuz. Misol uchun qaysi kinoni yaxshi ko'rsangiz, yoqtirsangiz, shu haqida 30 sekund javob berasiz va bu javoblaringizning qanday bo'lishi unchalik ham muhim emas. Misol uchun siz qaysi kinoni yoqtirishingiz, nimaga u kinoni yoqtirishingiz, u kinodagi qaysi sahnalarni eslab qolganligingiz, u kinoni rejissyori kim, xohlagan ma'lumotingizni o'sha bu bo'limda bemalol berib ketaverasiz. Bu hech kimga qiziq emas, qaysi kino bo'lishi yoki qanday turdagi kino bo'lishi va bu rostmi yolg'on bu ham qiziq emas. Va 30 sekund tugaganidan keyin birdan ikkinchi savol ekranda paydo bo'ladi. Bular alohida paydo bo'ladi. Bunga ham e'tibor beramiz. Birinchi savol o'rtada yo'q bo'lib qoladi va o'rtada faqatgina ikkinchi savol paydo bo'ladi. Ne sıklıkla spor yaparsınız mesela? Shu savol tushadi va bunga ham xuddi shunday 5 sekund tayyorlanib olishingiz uchun vaqt beriladi. 30 sekund bunga ham javob berish uchun vaqt beriladi. Bu ham xuddi shunday o'zingiz haqingizda, o'zingizdan kelib chiqqan o'sha fikrlaringizni bu yerda yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Keyin uchinchi savol, bu birinchi bo'limni birinchi yarmini eng oxirgi savoli. Bunda ham xuddi shunday 5 sekund vaqt beriladi va 30 sekund javob berish uchun vaqt ajratiladi. En son hangi kitabı okudunuz? Çok kolay arkadaşlar. Bunu tushuntirib o'tirishga ham arzimaydigan narsa. Bu hangi kitap okudunuz? Agar siz konuşma imtihonigacha yetib kelgan bo'lsangiz, misol konuşma imtihoniga kiradigan darajada o'zingizda jur'at topgan bo'lsangiz, demakki bu savollarga javob berish siz uchun unchalik qiyin bo'lmasligi kerak. Chunki bu savollar aytki kerak bo'ladigan bo'lsa A1 ni oxirlarida sizda o'zi shakllangan, allaqachon shakllanib bo'lgan bo'lish kerak. Bu va bunga o'xshagan savollar. Bu mana shu 3 ta savol va bunga o'xshagan savol turlariga javob berish sizda A1, A2 darajalarida o'qituvchingiz tomonidan yoki siz o'qib yurgan kitoblar, materiallar tomonidan sizda allaqachon shakllanib bo'lgan bo'lishi kerak bo'ladi. Katta ehtimol bilan sizlarda xuddi shunday bo'lsa kerak, umid qilamiz. Bu savollarga javob bera olasizlar deb o'ylayman. En son hangi kitobda? En son mesela o'zbek kitob yozarlaridan ketaveradi. Xohlaganingizni aytishingiz mumkin. Misol uchun rus adabiyotlaridan aytasizmi, turk adabiyotlaridan, o'zbek adabiyotlaridan aytasizmi? Hattoki bo'lmagan adabiyotni aytsangiz ham farqi yo'q. Uni hech kim haqiqatda shunaqa adabiyot bormi, yo'qmi? Uni bu yerda bilish emas, bu yerda maqsad siz turk tilida o'z fikrlaringizni qanday bayon eta olishingiz. Haqiqatda u kitobni bor yo'qligi emas o'zi aslida. Tushundingizmi? Misol uchun ko'pchilik hayajon bilan o'qigan kitobini nomesiga kelmay qoladi yoki yozuvchisining nomesiga kelmay qoladi, misol eslamay qoladi. U hayajon bilan kelmay qolgan payti xuddi o'sha kitobni aytish shart emas. Misol uchun vatan haqidagi kitob o'qidim. Bitti. Vatan haqida kitob o'qidim. En son vatan haqida bir kitob o'qidim. O bana vatanı sevmeyi öğretti. Juda oson. Haqiqatda bor kitob bo'lish shart emas. Shunchaki siz o'sha savollarga turk tilida qanday o'zingizni fikrlaringizni bayon eta olishingizni bu yerda namoyish etishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda birinchi bo'limni birinchi yarmi shu yerda tugaydi. 5 sekund demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak nima bo'lar ekan? 5 sekund tayyorlanib olishingiz uchun vaqt, 30 sekund javob berishingiz va uchinchisi bu savollarga javobni xohlagan tarzda o'z fikrlaringizni bayon etsangiz bo'ladi. Bu faqat o'zingizga bog'liq bo'lgan savollar bo'ladi bu yerda. Hop, birinchi bo'limni ikkinchisida. Ya'ni birinchi bo'limni ikkinchi yarmida. Bu yerda nima bo'lar ekan? Bu yerda qaranglar o'rtoqlar. Bu yerda ko'rib turganingizdek rasm beriladi. Buni juda ko'pchilik ingliz tilidan, keyin boshqa chet tillarda ham xuddi shunday adashmasam o'tgan yil edi, shu rasmni formatga o'tib olganimiz. Hop, qaranglar, bu yerda rasmda juda ko'pchilik o'sha rasmni ifodalashda qiynalib qoladi. Nimani tushuntiraman rasmda? Nimani tushuntirib beraman deb juda ko'pchilik
o'ylanib qoladi va rasmlarga berilgan vaqtlarni ham noto'g'ri taqsimlashadi. Chunki bu yerda o'sha berilgan muddatning ichida siz ikkala rasmga ham izoh berishingiz kerak. Demak, bu yerda rasmlarga tayyorgarlik ko'rib olishingiz uchun sizga nima ekan 10 soniya berilar ekan. Javob berishingiz uchun esa 45 soniya vaqt berilar ekan. O'zi buni aslida javob tariqasida shablon berilgan. Misol uchun shablondan tushuntirib o'tib ketaman hozir sizlarga mana. Misol uchun bitta rasm chiqdi, qanday javob berish kerak? Fotograflardan nima ko'ryapsiniz? Ya'ni rasmlarda nima ko'ryapsiz? Ikkita rasm chiqdi. Birinchi savol har doim xuddi shu shaklda tushadi o'rtoqlar. Demak, nima ekan? Konuşmaning birinchi bo'limining ikkinchi yarmida har doim ikkita rasm tushadi va ikkita rasmni izohlash sizdan so'raladi. 45 sekund javob berish uchun 10 sekund o'ylashingiz uchun berilar ekan. Demak, bunga qanday izoh beriladi bu rasmlarga? Bu yerda yozilgan mana. Shu anda önümde ikki farklı fotoğraf görüyorum. Demak, buni o'zbekchasi nima bo'ladi? Hozir qarshimda ikkita turli xil rasmlarni ko'ryapman. İkkita rasm chiqdi, ikkita rasmni ko'ryapman. İlk önce sağ taraftaki fotoğrafı yorumlamak istiyorum. Demak, dastlab o'ng tarafimdagi, ya'ni o'ng tomonimdagi rasmga izoh berishni xohlayman. Deysiz va sağdaki görselda, misol uchun, sağdaki görselda, ya'ni o'ngdagi rasmda nimalar bor mana qarang. Birinchi bo'lib, u yerda nimalar bor? O'ngdagi rasmda nimalar bor? Misol uchun, burada ev var. Mana tepadagilardan o'rnak olib ketaylik, testimizdagidan. Mana örnek, agentlikning o'zini bergan o'rnagidan misol uchun. Biz hozir mana bu yerdan o'rnak olib ketamiz. Birinchi, ilk önce sağ tarafındaki fotoğrafı yorumlamak istiyorum dedik. Va bu yerda birinchi bo'lib nima borligini aytishimiz kerak. Bizda 45 soniya vaqtimiz bo'ladi. Bu yerda misol uchun siz nima ko'rsangiz, birinchi bo'lib o'sha ko'rgan narsangizni aytasiz. Misol uchun, sağ tarafındaki görselde bir bina var. Bir ev var ve yanında ağaçlar var mesela. Yanında ağaçlar var. Ondan sonra gökte bulutlar, kuşlar var mesela. Shunday deysiz, bo'ldi. Keyin nimalar borligini tushuntirib bo'lganingizdan keyin, rasmda nimalar borligini tushuntirib bo'lganingizdan keyin, unga qo'shimcha sifatida nimalar qaysi rangdaligini tushuntirib bersangiz ham bo'ladi. Nimalar qaysi rangda? Misol uchun, bino deylik qirmizi rangda. Bino qirmizi rangda, ağaçlar yeşil rangda, sarı değil, misol uchun deyish mumkin. Misol uchun gök mavi rangda. Xuddi shunday. Ranglarini izohlab bersangiz bo'ladi. Ko'rganingizda, ko'rgan narsangizni izohlab bera olishingiz kerak, xolos. Bu bo'limni maqsadi shu. Keyingisida agar unda harakatlanayotgan narsalar bo'lsa, uni faoliyatlarini fe'llar bilan ifodalash kerak. Misol uchun, u yerda ikkita inson bor, ikkita inson deylik u yerda kompyuter o'ynayapti. İnsanlar orada iki kişi var. Onlar kırmızı renkli elbisede ve onlar oyun oynuyorlar. Ya da film izliyorlar bilgisayarda. Ya da dışarıda eğleniyorlar. Parkta geziyorlar. Har qanday holatni ifodalash mumkin fe'llar bilan. Keyin ularni tuyg'ularini ifodalash kerak. Ularni u yerda bor insonlarni keyin tuyg'ularini ifodalaysiz. Misol uchun bir boshdan ketamiz. Deylik, rasmda iki insan var. Onlar kırmızı renkli elbisede. Qisqa javob berib ketyapman. Onlar dışarıda oyun oynuyorlar. Endi ularni his tuyg'ularini ifodalaymiz. Onlar çok mutlu gözüküyor. Mana, çok mutlu gözüküyor. Ularni holatini ifodalab berdik. Va o'zi xuddi shu narsalarni ichini to'ldirishingizni o'zi yetarli. Yetarli vaqt ham oladi bu narsa. Keyin bizda chunki hali ikkinchi rasm ham bor. Uni ham ifodalashimiz kerak bo'ladi. Keyin nima deymiz? Uni ifodalab bo'lganimizdan keyin şimdi sol tarafımdaki fotoğrafı yorumlamak gerekirse ben bu görselde.
Ya'ni endi chap tarafimdagi rasmni izohlash kerak bo'lsa, men bu rasmda deysizda bu yerda ham xuddi shunday ketaveradi. Burada ben bir kişi görüyorum. Misal için bir kişi görüyorum. O beyaz renkli elbisede. Qanday kiyimda yoki qaysi rangda narsa bo'lsa, narsa qaysi rangda turibdi, o'sha narsani tushuntirib berishimiz kerak. Va faoliyati nimadir qilayotgan bo'lsa, misol uchun o yemek yapıyor. Bir kişi yemek yapıyor. O çok yorgun gözüküyor. O çok yorgun gözüküyor misol uchun. U juda charchagandek ko'rinyapti. Demak, bu yerda nima qilishimiz kerak ekan? Qaranglar, rasmni har doim ifodalayotganda ikkita rasm bo'ladi. Birinchi bo'lib, farqi yo'q. O'ngdan boshlaysizmi, chapdan boshlaysizmi, farqi yo'q. Bitta rasm olinadi birinchi bo'lib va o'shani ifodalayotganingizni ham aytib ketasiz. Ya'ni qaysi rasmni ifodalashni xohlayapsiz, o'shani ham aytib ketasiz. Misol uchun, men oldin birinchi o'ng tarafdagi rasmni ifodalashni, sharhlashni xohlayman deysiz. Yoki bo'lmasa men chap tarafdagi rasmni ilk birinchi bo'lib sharhlashni xohlayman deysiz va shundan boshlaysiz. Va bu yerda ham nimalarga e'tibor berasiz? Bu yerda ham 4 ta narsaga izoh berib ketishingiz kerak. U yerda nima bor? Rasmda nima bor? Nima ko'ryapsiz? U qaysi rangda? Qanaqangi rangdagi narsa yoki kishi, farqi yo'q. Va u yerdagi insonlar yoki harakatlanayotgan narsa bo'lsa, u nima qilyapti? Faoliyati. O'ynuyor, yapıyor, gülüyor, eğleniyor, farqi yo'q. Keyin va uni tuyg'ularni ifodalash kerak. To'rtinchisi mana, tuyg'ularni ifodalash kerak. Bo'ldi. Rasmda shu. Demak, ikkita rasm, bittasini oldin ushlab olasiz va o'sha bitta rasmga 4 xil javob berishingiz kerak. 4 xil narsani keltirib berishingiz kerak bo'ladi. Keyin ikkinchi rasmga o'tib, bunda ham xuddi shunday 4 xil javob berib ketishingiz kerak bo'ladi. Shunda rasm maksimal juda o'sha talablarga javob bergan tarzda bajargan bo'lasiz birinchi bo'limni, ikkinchi yarmidagi rasmlarga sharh berishni. Bu birinchi bo'lim, ikkinchi yarmidagi birinchi savol o'zi aslida bu fotoğraflarda neler görüyorsunuz degan bu savoldan keyin yana savol bo'ladi va bu savol ham o'sha rasmlar bilan bog'liq bo'ladi. Tepada siz izohlab bergan rasmlar bilan bog'liq bo'ladi. Hozir biz ko'rgan o'rnakda, misolda ikkita rasm bor edi. Bu rasmda misol uchun apartman, bu yerda ko'ryapsiz. Bu yerda esa nima? Mustaqil ev bor, to'g'rimi? Mustaqil ev bilan apartmanni bu yerda biz hozir sharhladik. Hop, deylik endi ikkinchi savol. Ikkinchi savol ham o'sha birinchi savolga bog'liq bo'lib keladi. Demek ovoz eshitilyapti, to'g'rimi? Ses var, çok güzel. Ses varsa çok güzel. Derse devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkatinizi dağıtmayın. E'tiboringizni menga qaratinglar. Bo'ldi. Ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, xudo xolasa bugun hozir bu yergacha bo'lgan o'rgangan narsalarimizni bitta yig'ib olaylik. Hop, imtihon qayerda bo'lar ekan? Imtihon har kimning o'zining viloyatida bo'ladi va imtihonga o'zining vaqtida kelish shart bo'ladi. Chunki u yerda sizga hattoki borish kuningizdan tashqari boradigan soatingizgacha ham yozib berilgan bo'ladi. O'sha vaqtda borishingiz kerak bo'ladi. Hop, yana nimalarni bilishimiz kerak? Imtihon 100% bo'lmaydi. O'shanga ham tayyor bo'lib, ruhan tayyor bo'lib, bilib borganingizlar yaxshi bo'ladi. Kompyuterda bo'ladi imtihon va imtihonda hop o'tirganingizdan keyin sizni Face ID tanib oladi yuzingizdan. Ko'pchiliklar maktab vaqtida olgan pasporti bilan boradi. O'zgarib ketgan maktabdagi o'sha Face IDlari uni tizim tanishga sal qiynaladi. O'sha paytda ko'pchilik vahimaga tushadi, hayajonlanadi. Undan hayajonlanish shart emas. Sizni bir amallab shu yergacha kelgan bo'lsangiz, sizni bir amallab imtihonga kirgizishadi. Qaytarib yuborishmaydi. Undan ham xavotir olmanglar. Hop, tizimda to'g'ri sizni tanimay turishi mumkin. Bu jarayon 10 minut yoki 20 minut, yarim soat ham cho'zilib ketishi mumkin, lekin siz bir amallab ular imtihonga kirgizishga majbur. Shu uchun vahimaga tushmaysizlar. Hop, imtihonni tizimsiz tanib olganidan keyin test boshlanadi va bu yerda birinchi bo'lim IQ darajasida bo'ladi dedik. 3 ta savol, 5 sekund tayyorlanishingizga, 30 sekund javob berishingizga. Bu tizim o'z-o'zidan ishlab turaveradi. Ketma-ketlikda ishlab turadigan tizim. Hech kim kelib 5 sekund berdim,
javob berishni boshla, o'ylashni boshla yoki 30 sekund berdim, endi javob berishni boshlaysan yoki vaqting tugadi, to'xtat gapirishni deydigan narsalar bo'lmaydi. Tizim o'z-o'zidan ishlaydi. 5 sekund ketdi, tugadimi, 30 sekund ishga tushadi. 30 sekund tugadimi, keyingi 5 sekund ishga tushadi. O'shanga narsaga ham tayyor bo'lib boramiz. Demak, 3 bo'limni o'zingizga bog'liq savollar bilan beriladi, unga xohlaganingizcha javob berasiz dedik va birinchi bo'limning ikkinchi yarmida ham xuddi shunday 3 savol beriladi. Uni birinchisida rasm ifodalanadi dedik. Hop, ikkita rasm beriladi. Ikkita rasmga 4 ta narsani ifodalab berishingiz kerak. Hop, birinchisi rasmda nimalar bor? U nima rangda va u nima qilyapti va uni holati, his-tuyg'ulari qanaqa? Çok mutlu mesela. Resimde 2 kişi var. Onlar sarı renk, biri sarı renkli elbisede, biri kırmızı renkli elbisede, renklerini ifadeledik ve onlar bilgisayar oynuyorlar ya da film izliyorlar, seyrediyorlar, fark etmez. Ve son olarak dördüncüsü de bu yerde nima qilishimiz kerakdi? Duygularını ifadelaşımız gerekti. Onlar çok neşeli gözüküyorlar çünkü film izliyorlar. To'g'risi de ve bunu tugatganingizdan keyin xuddi shunday. Şimdi sol tarafımdaki fotoğrafı yorumlamak istiyorum. Sol tarafındaki görselde ben tek kişi görüyorum. Burada bir kişi yemek yapıyor ve o beyaz renkli elbisede rengini ifadeledik. Ve o anaqasini his-tuyg'ularini tushuntirib beramiz. O çok üzgün gözüküyor ya da yorgun gözüküyor. Qanaqa ko'rinsa, siz o'zingiz qanday ko'rayotgan narsangizda nima ko'rsangiz, uni holatini qanday deb baholasangiz, xuddi shunday izohlab berasiz. Hop. Va bu birinchi bo'limning ikkinchi yarmini birinchi savol edi. Endi qolgan ikkita savol xuddi o'sha ikkita rasm bilan bog'liq bo'ladi. Misol uchun biz misol o'rnagida mana nima ko'rgan edik? Ikkita rasm, apartman va mustaqil ev ko'rgan edik. Hop, bu yerda mana ikkinchi savol. Bu ikinci savol. Bir apartmanın bahçeli eve göre avantajları nelerdir? Gördüler mi? Tepedeki resim bilen bog'liq. Bir apartmanın bahçeli eve göre avantajları nedir? Yani çok qavatli binoda yashashning bu oddiy hovli uyda yashashga qaragandagi afzalliklari nimada demoqda. Hop. Bunga ham javob berish uchun 30 sekund vaqt beriladi va savolga tayyorgarlik ko'rishingiz uchun 5 sekund vaqt beriladi. 5 sekund tayyorgarlik ko'rar ekanmiz, 30 sekund javob berish uchun vaqt berilar ekan. Bunda ham o'z fikrlaringizni bayon etasiz qolasiz. Misol uchun apartmanda yashamak deylik bahçeli eve göre avantajlar haqida aytmoqchi bo'lsangiz, misol uchun apartman evde yaşamak sakin, huzurlu, benim için çok rahat hissettiriyor. Desangiz bo'ladi. Misol uchun o'zingiz nimani his qilsangiz, o'shani izohlab berasiz. Keyin bunda ham 30 sekund ketganidan keyin endi bu yerda 3-savol. 3-savol. 3-savolda bu ham rasm bilan bog'liq bo'ladi. Mana, misol uchun neden bazı insanlar bahçeli eve sahip olmayı tercih ediyorlar? Nimaga ba'zi insonlar hovlili uyni, ya'ni uyda yashashni afzal bilishadi demoqchi. Hovlili uyli bo'lishni xohlashadi deyapti. Endi bu yerda ko'pchilik insonlar deyapti. Buni ham o'ylash uchun 5 tayyorgarlik ko'rish uchun 5 soniya vaqt beriladi va javob berish uchun 30 soniya vaqt berilgan bo'ladi. Bunga ham o'z fikrlaringizni, o'zingizdan kelib chiqqan holatda javob berishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun deylik, neden bazı insanlar bahçeli eve sahip olmayı tercih ediyorlar? Çünkü bahçeli insana kendini mutlu hissettirir. Ve bahçeli evde çok gürültü olmaz. Mesela şunga o'xshagan örneklerden berib ketaveramiz. Farqi. Bu tugagandan keyin birinchi bo'lim tugagan hisoblanadi. Birinchi bo'lim tugadi. Birinchi bo'limda demak nima bo'lar ekan? Birinchi bo'lim 2 ga ajraldi. Xuddi yozmaga o'xshaydi, bilasizlar, yangi yozma ham 2 ga bo'linib ketdi birinchi bo'limi. Birinchi bo'lim 2 ga bo'lindi. Konuşmada ham xuddi shunday. Birinchi bo'lim 2 ga bo'lingan. Birinchi bo'lim, birinchisida 3 ta savol, ikkinchisida ham 3 ta savol, faqat bittasida rasm ifodalanadi xolos. Bo'ldi, farqi shu.